Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiqlal haberleri programımızı görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Xitoydagi namoyish isyonga aylandi. Xitoyning Sichuan o'lkasi Guang'an shahri Lingshui nahiyasida necha 10 minglagan ammo Xitoy doiralarining temir yo'l qurilish planini o'zgartganligiga qarshi namoyish olib bordi. 5-oyning 16-kuni Xitoyning Sichuan o'lkasi Guang'an shahri Lingshui nahiyasida necha 10 minglagan ammo Xitoy doiralarining temir yo'l qurilish planini o'zgartganligiga qarshi namoyish olib bordi. Shu kuni tushdan keyin Xitoy soqchilarining namoyishchilarni bostirishi bilan bu tinch boshlangan namoyish qonliq to'qinishga o'zgarib, nurg'un kishi o'lib yaralangan. Shanba kuni kech namoyishchi omma bilan soqchilar orasida qonliq to'qinish yuz berib, 3 soqchi avtomobili ko'ydirib etilgan. Necha yuzlagan kishi Xitoy soqchilari tomonidan urib yaralandirilgan. Nurg'un kishi qo'lga olingan. Ko'pincha kishilarning bosh qismi yaralanib, qon chiqqan bo'lib, ahvoli og'ir ekan. Shu kuni kechgacha necha tuman kishi to'plashib turgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy doiralari muvofiq inkos qaytarmagan. Ikkinchi kuni yakshanba yana nurg'un kishi bu namoyishni davomlashtirgan. Vaqada yaralangan Lin familiyali kishining bildirishicha, Xitoy soqchilarining harakati ommaning noroziligini qo'zg'ag'achqa 3 soqchi avtomobili ko'ydirib etilgan. Kunduzdagi to'qinishda har ikki taraf yaralangan bo'lib, kechda soqchilar qonqudan foydalanib ommaga hujum qilgan va yaralangan necha yuz kishini tutib ketgan. Uning bildirishicha, yakshanba kuni yana 30-40 mingda kishi nahiya bozoriga yig'ilib, doirlardan javob berishni talab qilgan. Lekin Xitoy doiralari hech qanday ifoda bildirmagan. 2 mingdak soqchi bor bo'lib, hammasi odatdagi soqchi emas, qurolliq soqchilar ekan. Yakshanba kun to'plangan kishilarga soqchilar yuqori besimli suv pompasi va yosh oqquzish bombasi ishlatib tarqoqlashtirgan. Egilishicha, bu nahiyada temir yo'l yo'q bo'lib, doirlar aslida Chongqing, Sichuan va Shanxi o'lkalarini tutashtiradigan temir yo'lni bu nahiyadan o'tkazishni planlagan bo'lsa-mu, keyin bu planni o'zgartib, temir yo'lni allburun 2 temir yo'l liniyasi bor bo'lgan Guang'an shahridan o'tkazib yasamoqchi bo'lgan. Xitoy taratqullari bu to'qinishni yoshirib, faqat oz sondagi ammo temir yo'l planining o'zgarganligiga qarshi namoyish qildi va Guang'an shahri rahbarlari naq maydonga yetib berib, ommani tarqoqlashtirdi deb xabar qilgan. Shunaqla namoyishchilarning harakatining qonunga xilof ekanligini tilga olgan. Xitoy har qancha yoshirgan bo'lsa-mu, oshkorlangan xabarlarda ko'rsatilishicha, tinchlik bilan boshlangan namoyish soqchilarning qattiq qo'lliq bilan bostirishi natijasida isyonga aylangan va namoyishchilar bilan soqchilar o'rtasida og'ir to'qinish yuz bergan. Namoyishga Xitoy soqchilari ojiz kelgandan keyin Xitoy doiralari Sivat deb atiladigan alohida harbiy qurolli qismini naq maydonga keltirgan va namoyishchilarni qari quyuq urib so'qib tarqitishga uringan. 18-may kundagi vaziyat yanada nihoyatda jiddiy bo'lib, 16-chisla kech yo'lga qo'yilgan kechida yurishni cheklash buyrug'i texi amaldan qoldirilmagan. Tutib ketilgan namoyishchilar texi qo'yib berilmagan. 17-maydan boshlab bostirish kuchaytirilgan bo'lib, hozir Lingshui nahiyasida qurolli soqchi va alohida soqchidan boshqa yana armiya bor ekan. Hatto tankimi paydo bo'lgan. Hozir Lingshui nahiyasida tor va telegraf aloqasi kontrol qilingan bo'lib, rasm va filmlarni tarqatqili bo'lmaydi ekan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning boshqa rayonlaridagi Lingshuiliklar orqama-orqa qo'zg'alib, o'z yurtdoshlariga yordam berish harakati boshlagan. Egilishicha 18-may Xuyjuda mingdak Lingshuilik yig'ilib, plakatlarni ko'tarib namoyish qilgan. Shenzhen, Wenzhou, Chongqing va Chengdu qatorliq shaharlardami Lingshuiliklar ko'chaga chiqib namoyish qilgan. Xitoy doiralari amdilikda Chongqingda o'z xalqini bostirdi. Xitoyning Chongqing shahri Shiyong bozorida mingdan ortiq kent aholisi doirlarning yer setib olish to'liqlama polisi va o'tkinchi o'rinlashtirish polisini tutib olganligiga qarshi namoyish qildi. Ammo Xitoy soqchilarining qattiq bostirishiga uchradi. Xitoyning Chongqing shahri Shiyong bozorida mingdan ortiq kent aholisi dushanba kuni to'plashib yo'l to'sib, doirlarning yer setib olish to'liqlama polisi va o'tkinchi o'rinlashtirish polisini tutib olganligiga qarshi namoyish qilgan. Kent aholilari necha yuz soqchining bostirishiga uchrab, nurg'un odam o'lib yaralangan va tutib ketilgan. Egilishicha, bu bozordagi yeridan ayrilgan dehqonlar yerlarni setib olib, ko'chirish to'liqlamasini tutib olganligiga norozi bo'lgan bo'lib, ko'p qatim e'tiroz bildirgan bo'lsa-mu, hech kim ularning dardini anglamagan. Aksicha soqchilar kelib, ommani urib qo'g'lagan. Mazkur bozordagi aholilarning bildirishicha,
Yerlik daireler yanıdan 4000 moddan artıq yer egallaydigan yuqori texnika rayoni qurish uchun yaqinqi yillardan buyon bu bozorda keng ko'lamli qonunsiz yer sotib olgan. To'liqlama puliga rozi bo'lmagan aholilar ko'p qatim dairelerdan to'liqlama berish hujjatini ko'rsatishni talab qilgan bo'lsa-mu, doim rad qilingan. Kent aholilarining to'g'ri e'lon qilgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, asli to'xtam bo'yicha dehqonlar 38 ming so'm o'rinlashtirish to'liqlamasiga erishishi kerak bo'lsa-mu, amaliyotda faqat 28 ming so'm qo'lga tekkan. Aslida va'da qilingan o'tkinchi o'rinlashtirish pulisimi berilmagan. Xitoyda tunganlar qanliq bostirishga uchradi. Gansu o'lkasi Lanju shahrida payshanba kuni necha yuz nafar tungan kent aholisi Xitoyning kent aholilarining yerlarini xususiylashtirib setishiga qarshi noroziligini bildirgan. Ammo Xitoy soqchilari ularni vahshiylik bilan urgan. Gansu o'lkasi Lanju shahrida payshanba kuni Xitoy soqchilari bilan tunganlar orasida to'qinish yuz bergan. Xitoy doiralarining yer setishiga va sud mahkamasining qonunni burmalab chiqargan hukmiga norozi bo'lgan necha yuz nafar tungan kent aholisi uda bir necha kun tinch o'ltirib e'tiroz bildirgan. Ular Xitoy soqchilari va shahar boshqarish xodimlarining kaltak yosh oqquzish bombasi ishlatib bostirishiga uchrab, Lanju shahri Xongu rayonida necha yuz nafar tungan kent aholisi o'tgan hafta uda necha kun yig'ilish o'tkazib, Xitoyning bu kentning yerlarini xususiylashtirib setishiga, shikoyat qilsa qaytarilishiga va arz qilsa qonunni burmalab hukm chiqarilishiga noroziligini bildirgan. Bu voqeani ko'rguvchilarning bildirishicha, alohida soqchilar zo'rliq ishiltib, kent aholilarini qo'g'lagan. Yana boshlang'ich maktab o'quvchisini urib yarlandirgan. Shuning bilan to'qinish kelib chiqqan. Kent aholilari soqchilarga tosh kesak etib, birisini yarlandirgan. Orqadan soqchilar yosh oqquzish bombasi ishiltib bostirgan. Bir shohidning bildirishicha, u tushdan keyin soat 2 atrofida tungan aholilarining pilokat ko'tarib yo'l bo'yida o'ltirganini ko'rgan. Soat 5 bo'lganda alohida soqchi, JX soqchilari va qatnash soqchilari ularni vahshiylik bilan urgan. Eginlicha ularning yerlari bir zavodga setib berilgan bo'lib, aholilar buning to'xtamga xilof ekanligiga va bahosining tuvan bo'lib qolganligiga norozi bo'lgan. Aholilarning to'rg'i yo'llagan uchurlarida ma'lum bo'lishicha, voqea yuz bergandan keyin doirlar zo'ravon bostirish voqeasini yo'shirish uchun to'rg'i yo'llangan rasmlarni o'chirib o'tgan. Hamda aholilarning yon telefonlarini tekshirib, naq maydondan tortib olingan rasm va filmlarni majburiy chiqarg'izib o'tgan. Yerlik doirlar hozirgacha bu voqea to'g'riliq hech qanday xabar bermagan. Amerika 6 nafar Xitoyni josuslik bilan aybladi. Amerika adliya tarmoqlari 6 nafar Xitoyni iqtisodiy josuslik faoliyati elib borgan deb aybladi. Egilishicha, ular Amerikaning 2 shirkatidan harbiy sohada qo'llanilgan texnika o'g'irlagan. Amerika adliya tarmoqlari 6 nafar Xitoyni iqtisodiy josuslik faoliyati elib borgan deb aybladi. Egilishicha, ular Amerikaning 2 shirkatidan harbiy sohada qo'llanilgan texnika o'g'irlagan. Bu Amerika organlarining 3-qatim Xitoyga munosabatlik iqtisodiy josuslikni ayblashi hisoblanadi. Bu qatim bu 6 kishiga qaratilgan ayblash Amerika-Xitoy munosabatini jiddiylashtirib o'tishi mumkin. Amerika Adliya ministrligining e'lon qilishicha, ularning orasidagi professor Jang Hao ismli bir nafar jinoyat gumondori shanba kuni Xitoydan Los Angeles aerodromiga yetib kelganda qo'lga olingan. Boshqa 5 nafar gumondorning Xitoyda ekanligi ilgari surilmoqda. Jang Hao va Tianjin universitetining 2 nafar professori kompyuter, yanfon va har xil aloqa vositalarining markaziy bir taraf qilg'uchisi ishlatiladigan o'zak plastinka yasaydigan Avigo yuqori texnika shirkati va Skywork xabar shirkatidan manba kod qatorliq patentlik uchurlarni o'g'irlagan deb ayblangan. Bu 3 odamdan ikkisi yuqorqi shirkatlarda ishlaydi ekan. Adliya tarafning bildirishicha, Skywork xabar shirkatining xodimi Jang boshqalar bilan Tianjinda bir shirkat qurgan bo'lib, Amerikadan o'g'irlab kelgan maxfiy uchurlarni ishlatgan. Bu ikki shirkatning kasbiy sohasi yon telefon, taxt kompyuter va yo'l boshlash sistemasi qatorliq ko'chma xabarlashish uskunlarida ishlatiladigan rezonator ishlab chiqarish bo'lib, buni harbiy sohada ishlatgili bo'ldi ekan. Agar jinoyati bor deb bekitilsa, javobgarlar eng uzun bo'lganda 50 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Kongo Xitoy tibobati bilan shug'ullanishni chekladi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti sahiya tarmoqlari Xitoy doktorxonalari va doktorlarining an'anaviy Xitoy tibobati bilan shug'ullanishni man'iy qildi. Cheklash sabab bo'lsa, Xitoy mahsulotlarining sahiya nizomnomasiga uyg'un kelmaydiganligi bo'ldi. Dünya Bultani to'rining 20 may xabar qilishicha, Kongo Demokratik Cumhuriyeti sahiya tarmoqlari Xitoy doktorxonalari va doktorlarining an'anaviy Xitoy tibobati bilan shug'ullanishini man'iy qildi.
cheklash sabab bo'lsa, u yerning Sahiya nizomnomasiga uyg'un kelmaydi ekan. Sahiya ishlari ministri Felix Kabange seshanba kuni bayonot e'lon qilib, Kongoda man'iy qilingan ba'zi analizlarni qilganligi va to'liqlig'icha uzuqliqlarni ishlatganligi uchun bugundan e'tiboran Xitoy tibobati bilan kasal davolagan organlar taqib etildi dedi. Xitoylarning Demokratik Kongo Jumhuriyatining dorixona yoki davolash o'rni ochishga doir hech bir qonuniga hurmat qilmaganligini aytib o'tgan Kabange, qonunga xilof nurg'un qilmishning aniqlab chiqilganligini tilga oldi. U yana davlatimiz axlat sanduqi emas. Ular xizmat qilmoqchi bo'lsa, cho'qim davlatimizning o'lchimiga bo'ysunishi kerak dedi. Mazkur cheklama 7 yildan buyon Demokratik Kongo Jumhuriyati turayotgan, xususan Lubumbashi, Kinshasa va Mibuji Mayi shaharlarida turayotgan Xitoy doktorlar uchun kuchga ega ekan. Hukumat tarafining bildirishicha, Kongoda taxminan 10 mingdak Xitoy bor bo'lib, ko'pinchisi poytaxt Kinshasa va janubiy qismdagi Katanga qatorliq rayonlarda yashaydi ekan. Xitoy bu yil 10 mingga yaqin qo'sh til o'qituvchisi to'liqlamoqchi. Xitoy doiralari bu yil vatanimiz Sharq Turkistonda yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarga 12640 nafar o'qituvchi ko'paytirganligini, buning ichida 10 mingga yaqin sonning atalmish qo'sh til o'qituvchilari uchun ekanligini e'lon qildi. Xitoy bu yil yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarga 12640 nafar o'qituvchi ko'paytirgan bo'lib, buning ichida 10 mingga yaqin qo'sh til alohida ish o'rni bor. 20 may Xitoyning atalmish avtonom rayonlik ma'rif nazorati, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati ochgan axborot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkistonda yasli va o'rta boshlang'ich maktablarga 2015-yillik o'qituvchi taklif qilish xizmati boshlanganligi va 12640 nafar o'qituvchi taklif qilinganligi e'lon qilingan. Egalasha bu qatim 12640 ish o'rniga o'qituvchi qabul qilingan bo'lib, buning ichida yaslilarga 3568 o'qituvchi, qo'sh til alohida ish o'rni, boshlang'ich maktablarga 4380 o'qituvchi, qo'sh til alohida ish o'rni, to'liqsiz o'rta maktablarga 821 o'qituvchi, qo'sh til alohida ish o'rni, odatdagi to'liq o'rta maktablarga 3692 o'qituvchi, alohida ma'rif maktablarga 179 o'qituvchi qabul qilindi ekan. Ko'rib turibmizki, Xitoy yasli, boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktablarga qabul qiladigan ish o'rinlarining hammasiga qo'sh til ish o'rni deb eskartgan. Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib, Xitoy tilini va madaniyatini singdirish maqsadida elib berayotgan atalmish qo'sh til ma'arifini davomli kuchaytirmoqda. Xitoyning yasli va boshlang'ich maktablarga qabul qiladigan qo'sh til o'qituvchilarining soni nisbatan ko'p bo'lib, til va madaniyatga qilgan tajovuzchilikni o'z ona tilini pishiq o'rganishga ehtiyojli turayotgan sabiy bolalar orasigacha kengaytgan. Qo'sh til ma'arifi Xitoydan boshqa davlatlardami bor, lekin hech qaysi davlat va til mutaxassislari bolalarni yasli va boshlang'ich maktab yoshidan boshlab qo'sh tilda tarbiyalashni tashabbus qilmaydi ham qo'llamaydi. Til o'rganish jarayoni yana madaniyat o'rganish jarayoni bo'lib, islom diniga e'tiqod qiladigan yasli yoshidagi Uyg'ur farzandlarining madaniyat farqi intayin cho'ng bo'lgan kommunist Xitoylarning tilida va ularning qo'lida tarbiyalanishini hargiz qabul qilg'ili bo'lmaydi. İstanbul Üniversitesi'de Sharq Turkiston haqida yig'in ochildi. İstanbul Üniversitesi Dini Fakültesi'de yo'qolgan vijdon Sharq Turkiston temasida yig'in ochildi. 2015 yılı 18 may kuni İstanbul Üniversitesi Dini Fakültesi'de cheklangan davlat yo'qolgan vijdon Sharq Turkiston temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inga fakultet o'quvchi va o'qituvchilari bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston ma'rifi hamkorlik jamiyati yoshlar sho'basining raisi Abdusalom Taklimakani taklif bilan qatnashdi ve Sharq Turkiston haqida ma'lumot berdi. Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin Istiqlol televiziyasi tomonidan tayyorlangan qisqa film qo'yildi. Abdusalom apandi oldi bilan Sharq Turkiston haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Orqadan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Sharq Turkiston musulmonlarining beshiga kelayotgan kulfatlar va real hayotda duch kelayotgan zulmlar haqida tafsiliy to'xtalib o'tdi. Oxirida yig'in uyushtiruvchi yoshlar Abdusalom Taklimakonga hadiya taqdim qilish bilan yig'in oxirlashdi. Erdoğan ve Yusuf Qarzavi Mursi'ye berilgan ölüm cezasını ayıpladı. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın tunji xalq tarafından saylangan prezidenti Muhammed Mursi'ye berilgan ölüm cezasıga qattiq norozilik bildirdi. Shundaqla Dünya Musulmon Olimlar Uyushmasining raisi Yusuful Qarzavi Muhammed Mursi'ye ve o'ziga berilgan ölüm cezası haqida to'xtalib, bu ölüm cezasının hech qanday qimmati yo'qligini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Mısır'ның tunji xalq tarafidan saylangan prezidenti Muhammed Mursiga berilgan o'lim jazosiga qattiq norozilik bildirdi. 2015 yılı 5 ayının 16 günü İstanbul'ның Sultan Gazi rayonunda nutq so'zlagan Erdoğan, Mısır koni Mısırga aylanıp kalmakta dedi ve bu yüzülüşke to'xta deydigan devletning Türkiye ekanligini aytdi. U mundaq dedi: Mısırda 50%dan ortiq xalqning ovozi bilan prezidentlikka saylangan Mursini o'limga hukm qilishdi. G'arb dunyosi harbiy o'zgarish qo'zg'agan Sisiga hech qanday pozitsiya bildirmay turib oldi. Öz davlatlarida o'lim jazolarini amaldan qoldirgan turg'uliq amdilikda Misrdagi o'lim jazolariga sukut qilib o'yin ko'rib turmoqda. 17 may Qaysariyda so'z qilgan Erdo'g'an Mursiga berilgan o'lim jazosiga bo'lgan noroziligini bildirib, "Men Mursiga o'lim jazosi ijro qilinishiga ishonmayman. Terrorlik tashkilotlari bilan bo'lgan kurashda hayotidan ayrilgan bir qarindishim shahidlik darajasiga erishmoqchi. Agar men bundaq bir oqibatga yo'liqsam, Rabbim bizlarga bu maqomni nasib qilishni umid qilib turib ishinaman" dedi. Eski Mısır'a dönüyor. Eski Mısır'a. Eski Mısır'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tarih kitaplarından filan da biliyorsunuz değil mi? Oraya dönüyor. Batı maalesef hala darbeci olan Sisi'ye karşı tavrını ortaya koymuyor. Yana bir tarafdan Yusuf Qaradavi Mursiga berilgan o'lim jazosini aybladi. Dünya Müslüman Alimlar Uyushmasining raisi Yusuf Qaradavi Muhammed Mursiga va o'ziga berilgan o'lim jazosi ustida to'xtalib, bu o'lim jazosining hech qanday qimmati yo'q, ijro qilish mumkin emas dedi. O'zining zo'ravonlikqa kuch ko'rsatish bilan ayblanishidan qattiq afsuslanganligini aytgan Qaradavi, insonlarning zolim va botilga qarshi harakat qilish, inqilob qilish haqqi bordir dedi. U o'zining Twitterga chiqarilgan bayonotida bu hukm bir bema'ni jo'ylish hamda islom shariatiga xilof dedi. Turkiya va boshqa davlatlarda Mursiga berilgan o'lim jazosiga qarshi norozilik kuchaymoqda. Misrda harbiy siyosiy o'zgarish natijasida og'dirib etilgan prezident Muhammed Mursini o'z ichiga olgan 106 kishiga berilgan o'lim jazosi butkul dunyo miqyosida qattiq norozilik qo'zg'adi. Misrda harbiy siyosiy o'zgarish natijasida og'dirib etilgan prezident Muhammed Mursini o'z ichiga olgan 106 kishiga berilgan o'lim jazosi butkul dunyo miqyosida qattiq norozilik qo'zg'adi. İstanbul Fatih Camisi'de 17 may peshin namozidan keyin minglarcha odam namoyish o'tkazib, Mursining o'limga hukm qilinishiga norozilik bildirishdi. Misrdagi harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'uvchilarning qonunining vijdonsizlik, axloqsizlik va zulmni namoyon qilganligi va butkul dunyo bu ishga sukut qilib turib olib, bu qilmishga shirik bo'lganligi ta'kidlandi. Bayonotda yana o'lim qarori bergan harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'uvchilarining to'limi chorasiz va bechora ahvolda ekanliklari bildirildi. O'lim jazosi qarorlariga qarshi yana eski shahardamo namoyish o'tkazildi. Namoyishlardan keyin o'limga hukm qilingan Muhammed Mursi qatorliq kishilarga atab duo qilindi. Qaysari yosh musulmonlar jamiyati Qaysari Cumhuriyet maydonida Misrda berilgan o'lim jazolariga qarshi tinchlik bayonotnomasi e'lon qilish faoliyati o'tkazdi. Türkiye Cumhuriyet Reislik Mahkamasining bayonotchisi İbrahim Kalin Misr hukumati va xalqaro jamoatchilikka xitob qilib, Muhammed Mursiga berilgan o'lim jazosining darhol amaldan qoldirilishi kerakligini aytdi. U Muhammed Mursiga berilgan o'lim jazosining saylamda bilet tashlagan xalqqa berilgan jazo ekanligini ta'kidladi va jazoning amaldan qoldirilishi uchun xalqaro mexanizmlarni ko'zdan kechirganliklarini bildirdi. Aljeriya parlamentidagi o'qituvchilar Misrdagi kishilik huquq tafsandichiliklariga qarshi har qaysi davlatlarning darhol harakatga o'tishini murojaat qildi. 53 parlament a'zosi tarafidan Aljeriya parlamentidagi 5 siyosiy partiyaga vakolatan e'lon qilingan bayonotda Misrda harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ash orqali og'dirib etilgan Misrning saylam orqali vazifaga o'ltirgan tunji prezidenti Muhammed Mursini o'z ichiga olgan 122 kishi ustidan chiqarilgan o'lim jazosi qaroriga qattiq norozilik bildirildi. Bayonotda mundaq deyilgan: Aljeriya diplomatiya siyosiy doirasida Misrdagi xavfli ahvol va kelib chiqish mumkinchiligi bo'lgan og'ir oqibatlarning oldini olish uchun darhol harakatga o'tishi kerak. Misr adliyasi qaror chiqarishda odil va mustaqil bo'lishi, siyosiy hukmlar orqali o'zining e'tiboriga ziyon yetkazmasligi lozim. Uningdan boshqa Amerika, Yevropa ittifoqi va BDT bosh kotibi Ban Ki-moon Mursiga berilgan o'lim jazosidan afsuslanganligi
va norozi bo'lganligini bildirgan. Xitoy namozga haqorat qildi. Xitoyda diniy erkinlik bor deb davrang selayotgan Xitoy islom dinimizga bo'lgan dushmanligini ochiq oshkora ifodalamoqda. Din zaharlik apyun degan sapsatiga ergishib turibmi, yolg'ondan biz diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilamiz deb musulmonlarni aldab kelayotgan Xitoy barg'ansiri niqobini yirtib tashlab, islom diniga bo'lgan dushmanligini ochiq oshkora ifodalamoqda. Xitoy yaqinda Sharq Turkistonning ma'lum yesida bir uyning temiga o'qisangiz namozni 5 vaqt kunda Xudo bermas sizga go'sht kirdi degan xatni Uyg'urcha va Xitoycha yozib tashviqot elib borgan. Bu musulmonlar dinimizning tuvliki deb qarab ahamiyat beradigan namozga qilingan up-uchuq haqorat bo'lib, Xitoyning dinimizga va musulmonlarga qarshi qilayotgan dushmanligining ro'shan isboti. Xitoy buningdan burun namoz, roza, haj, hijob va soqolga qaratgan cheklamalarda har xil hili-nayranglarni ishiltib, bema'ni bahonalarni da'vo qilib, ibodat vaqtiga, so'roniga ibodat qiladigan kishilarga chek qo'yib kelgan edi. Endi niqobini yirtib tashlab, musulmonlarning eng muqaddas ibodati bo'lgan namoz o'qishga bevosita til tekkizmoqda. Xitoy bu qilmishi orqali Uyg'urlarga emas, butkul musulmonlarga dushman ekanligini oshkorladi. Xitoy bu qilmishi uchun Uyg'ur musulmonlaridan va butkul islom ummatidan kechirim so'rashi kerak. Yevropadagi Uyg'ur o'smirlar dala faoliyati rasmiy boshlandi. Bu faoliyatga Gollandiya, Finlandiya va Shvetsiyadan bo'lib 35 nafar Sharq Turkistonlik o'smirlar, 20 nafar mas'ul va xizmatchilar bo'lib 50 dan ortiq kishi qatnashdi. 15 maydan 17 maygacha Shvetsiyada o'tkazilmoqchi bo'lgan 3 kunlik o'smirlar dala faoliyati 15 may juma kuni juma namozidan keyin Shvetsiyaning sayohat rayonlaridan bo'lgan Katrin Holmning Oroldagi faoliyat zalida rasmiy boshlandi. Bu qatimqi tunji navbatlik Yevropa Sharq Turkistonlik o'smirlar dala faoliyatini Gollandiya Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati, Finlandiya Uyg'ur islom madaniyat markazi va Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi birlikda uyushtirgan bo'lib, faoliyatga Gollandiya, Finlandiya va Shvetsiyadan bo'lib 35 nafar Sharq Turkistonlik o'smirlar, 20 nafar mas'ul va xizmatchilardan bo'lib 50 dan ortiq Sharq Turkistonliklar qatnashdi. Juma namozidan keyin faoliyatga kelgan barliq Uyg'urlar bir yerga yig'ilib, faoliyat maydonidagi bayroq xodisiga Sharq Turkistonning oyulduzliq ko'k bayrog'ini chiqardi. Arqadan hammaylan yig'in zaliga kirib, Gollandiyadan kelgan kichik o'smirlardan Imomuddinning Qur'on tilovat qilishi bilan yig'inni boshladi. Arqadan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Ahmad Tursun faoliyatning ochilish tabrik so'zini qildi. Ahmad Tursunning tabrik so'zidan keyin leksiya berish uchun taklif qilingan leksiyachilardan Abdulla Ko'kyar islom dinidagi axloq to'g'risida leksiya berdi. Shvetsiyada o'tkazilayotgan Yevropa Sharq Turkistonlik o'smirlar dala faoliyatining tunji kunining ikkinchi qatimliq yig'ilishi shu kuni kech soat 8 da boshlandi. Ikkinchi qatimliq yig'ilishida Gollandiyadan taklif bilan qatnashgan Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining mas'uli Aysa Qari islom aqidasi to'g'risida leksiya berdi. Aysa Qarining leksiyasidan keyin hammaylan guruhlarga bo'linib, Abdulla Ko'kyar bilan Aysa Qarining so'zlagan leksiyasi to'g'risida o'zaro munozara o'tkazdi va bir-biri bilan fikr almashtirdi. Erdo'g'an Abdurrazzaq bilan Rohingya musofirlar to'g'risida so'zlashdi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Malaysiya Baş Ministeri Najib Tun Abdurrazzaq bilan Rohingya ve Bengal musofirlari haqida suhbat o'tkazganligi ma'lum bo'ldi. Türkiye Cumhur Reislik Mahkemesi'nin egallangan uchurlarga asoslanganda Erdoğan, Malaysiya Baş Ministeri Najib Abdurrazzaq bilan Adaman dengizida qapsilib qolgan Rohingyalik ve Bangladeshlik musofirlarga insonparvar yordam yetkazib berish masalasi, umuman muhojirlar masalasi bo'yicha suhbat o'tkazgan. Erdoğan Türkiye'nin o kishilarga yordam qilish yo'lida qilishga tegishli ishlarni qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Erdo'g'anning yana Türkiye'nin xalqaro musofirlar tashkiloti bilan BDT musofirlar oliy komissarligining insonparvar yordam faoliyatlariga hamdam bo'lish maqsadida 1 million Amerika dollari qimmatida yordam qilishga va'da berganligini eslatib o'tganligi eskartildi. Cumhur Rais Erdo'g'an telefon suhbati jarayonida yana dengizning o'ttirisi to'xtab qolgan o kishilarga yordam yetkazib berishning quruqlikqa chiqqandan keyin ularga ega chiqishning o'xshashli muhim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Erdo'g'an Indoneziya, Malaysiya va Tayland qatorliq rayon davlatlarining muhojirlar masalasi bo'yicha elib berayotgan xizmatlariga yuqori baho beradiganligini qayd qildi. Turkiyaning tunji sun'iy hamra markazi xizmatga kirishtirildi.
Türkiye'nin tunji sun'iy hamra merkezi paytaxt Ankara'da hizmetke kiriştirildi. TUSAŞ alem boşluqi sistemalarini maslashtirish va sinaq qilish markazini xizmatga kelishtirish murosimiga ishtirok qilgan Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bu markaz biz uchun alem boshliqiga tashlangan tunji qadam deganlik bo'ladi dedi. Erdoğan Türkiye'de ishlab chiqarilgan mudofaa sistemalarining ahamiyatining zo'rligini ta'kidladi. U mundaq deb ko'rsatdi. Türkiye eng cho'ng mudofaa sanoati qadamini 2003-yildan e'tiboran tashildi desak bo'ladi. Hamda o'zimizning ehtiyojimizni o'zimiz qamdashga majburmiz. O'z hojatimizni qamdayolmaganimizda mustaqil bir Türkiye haqida eg'iz ocholmaymiz. Erdoğan TUSAŞ alem boşluqi sistemalarini maslashtirish va sinaq qilish markazi haqida to'xtalib mundaq dedi. Bu markaz biz uchun haqiqiy ma'noda alem boshliqiga tashlangan tunji qadam hisoblandi. Türkiye 12 yilning mobaynida nihoyatda ko'p sohada ro'yobga chiqargan yangiliklardan biri shunday qilib alem boshliqi xizmatlari sohasida amaliylashgan bo'ldi. Biz bize yetmek zorundayız. Biz bize yetmediğimiz durumda bağımsız bir Türkiye'den bahsedemeyiz. Hürmetli televizyon görgüçleri, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programımız mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.